Men bu akam taniysizlar. Agar shu bo'yda yutsang, Toshkentdan 2 xonali kvartira mendan. Agar shu bo'yi ikkinchi raundda yutsang, Tailand, Dubayga tur paket mendan deb hamma sportsmenlarning ichiga kirib olib, ilonga o'xshab, ochko nabirat qiladi. Men bu akam taniysizlar. Moshna purish deymiz, kredit purish deymiz, ribo purish deymiz, qo'pol qilib aytganda. Bir sportsmenga mana jentra yutibsan ukam, mana jentra sanga deb beribdi. Aslida o jentrani padarka emas, kreditga u bolaga oform qilib beribdi. Bratjon, uyalmaysizmi? Hurmatli sportchilar, boks, MMA, boshqa liboy sport, pop MMA da shug'ullanadigan bolalar. Bunaqa odamlarni yoningizga propuskat qilmanglar, bliski propuskat qilmanglar. Bu odamlar o'zini foydasi, o'zini kishkasini o'ylayapti. Va aka, uyalmaysizmi? Eng zo'ri siz borib turib mashinani bolani qoraytirib, chiroyli mashina bozordan mashinangizni sotib bermaysizmi, brat? Sportsmen aka-ukalarimizga ham aytaman, bunaqa odamlarni yoningizga yaqinlashtirmanglar. Yaqinlashgan momentda mana uringlar. Mana shu udarlar bor, mana sapernikiga uradigan. Shunaqa uringlar. Yana informatsiya bo'lsa bu aka haqida chiqazamiz. Va aka, riboyingizni dalshi продолжать qiling, sportsmenlarning ishiga aralashmasdan. O'zbekistondagi bolalarni kreditga, qarzga tiqib qo'ying. Nima qilasiz? O'sib kelayotgan sportchi yigitlarni. Mana shu kredit bergan qilib ursam-da.